Shahram G'iyosov WBA kamari uchun jang qiladi. Jahon boks assotsiatsiyasi yarim o'rta vazn toifasi chempioni Rolando Romero navbatdagi jangini o'zbekistonlik bokschi Shahram G'iyosovga qarshi o'tkazishi shartligini rasman e'lon qildi. Bu haqda tashkilot 14-oktyabr kuni rasmiy bayonot berdi. Unga ko'ra, Romero chempionlik kamarini qo'lga kiritgan kundan boshlab 120 kun ichida uni himoya qilish kerak edi. Bu muddat 1-sentyabr kunida yakunlangan. Endilikda amerikalik bokschi ushbu kamar uchun majburiy da'vogar Shahram G'iyosovga qarshi ringga chiqishi shart. Romero kamarni olganidan so'ng 120 kun ichida uni himoya qilish kerak edi. Bu muddat 1-sentyabrda tugadi. Shu sababli majburiy jang to'g'risida qaror chiqarildi. Romero endi rasman G'iyosovga qarshi jang qilish kerak, deyiladi WBA bayonotida. Jahon boks assotsiatsiyasi Romero va G'iyosov promouterlariga 13-oktyabrdan 13-noyabrgacha muzokara olib borish uchun 30 kun muddat berdi. Agar bu muddat ichida kelishuvga erishilmasa, jangni tashkil etish huquqi ochiq auksion orqali aniqlanadi.